Farzand shunaqaki, o'g'il farzand bunyod ota qonidan, qiz dunyoga kelar ko'ngil qonidan deydi. Ya'ni qiz bola otani shunday qalbini sel qilib yuboradi, tilkapora qilib yuboradi. Men degan kuch-quvvatga to'lgan, ko'chada hech kimga gap bermagan yigitlar ham qizining oldida ojiz bo'lib qoladi-da, baribir kuchini ko'rsata olmaydi. O'g'liga kuchini ko'rsatish mumkindir, qattiq gapirish mumkindir. Qiz bolaga qattiq gapirib bo'lmaydi-da. Shunday ko'zingizga mo'ltirlab turishini o'zida yuragingiz sel qilib yuboradi. Ya'ni qiz farzandni tarbiyalab katta qilguncha ota adoyi tomon bo'ladi. O'g'il xato qilsa uni jazolashi mumkin. Qiz bolaga bir gapirolmaydi, nasihat qilolmaydi. Juda qiyin narsa. Shuning uchun turmush o'rtog'i bor erkaklar shu narsani tushuningki, yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz ham kimlarnidir qalbini, yuragini bir bo'lagi hisoblanadi. 18 yil uni tarbiyalab, oqiyib, oqtarib sizga omonat sifatida berganligini hech qachon unutmang. Ya'ni turmush o'rtog'i borlar bir narsani biling, u ham qaysidir otani qalbini tilkapora qilib, yuraklarini sel qilib, 18 yil, 20 yil oqiyib, oqtarib sizga omonat sifatida berilgan. Zero omonatni saqlaydiganlarni omonati ham saqlanadi. Bir kun olingan omonatlarda hisobini topshiramiz. Yaratgan barchalarimizni omonida saqlasin. Assalomu alaykum.